Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sardor Seb. Hop, demak, bugun ikkinchi kun biz artikulatsiya va ovoz tembirini pasaytirish bo'yicha ishlaymiz. Har doimgidek 10 ta loshatka ortcha deymiz. 10 ta bo'ldi. Endi maятник. Bu labdan bu labgacha, lab emas. Nima bo'ladi bu? Ichki tarafi. Biz mana shu narsa. 10 marta bu yoqqa, 10 marta bu yoqqa. Ana shu esimdan chiqib qolibdi. Boshdan. 1 og'rib qoldi, biram tilim og'rib ketdi. Трубочка. Uchinchisi labni oldinga chiqaramiz. Keyin qulamiz. Hop, дальше. Tezaytish. Tezaytish. Tezaytishlar to'plami. Tezaytishlar bor ekan. To'plam prям. Olam qalam bilan qalam qalani? Olam qalam bilan olam qalam bilan qalam olam bilan. 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 Qalam olam bilan olam qalam bilan qalam olam bilan. 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 Olam qalam bilan qalam bilan olam olam qalam bilan qalam olam bilan. Olam qalam bilan qalam olam bilan. Olam qalam bilan qalam olam bilan. Chiziq chizishga chiqarilgan. Chizg'ich chiziq chiziq chizg'ich chiziq chizishga chiqarilgan. Chizg'ich chiziq buni aytolmas ekanman. Chizg'ich chiziq chizg'ich chiziq chizg'ich chiziq chizg'ich chiziq chizishga chiqarilgan. Chizg'ich chiziq chizishga chiqarilgan. Chizg'ich chiziq chizish chiqarish. Muattardan muxtorga daftar, muxtordan muattarga kaptar. O'sirganmi bilmaymiz. Nima bu? Bolalarga berish uchun qiziqarli savollar. Okey. Qora qo'ng'iz qorong'idan yolg'iz qoldi. Qora qo'ng'iz qorong'ida yolg'iz qoldi. Прикольно. Shillak qurt, silliq qurt. Xon qizi o'zi xon qizimi, xoqon qizimi? Burxon bugun bo'ron bo'lishini bilib bo'lgandi. Izzat izg'irindi, izg'idi. O'roq o'xshar so'roqqa, so'roq o'xshar o'roqqa. O'roq o'xshar so'roqqa, so'roq o'xshar o'roqqa. Eng qiyini ham bo'ldi. Chiziq chiziq chizishga chiqarilgan. Hop, дальше etti. Zivok. 5 marta zivok nima bo'ladi o'zbek tilida? Yana esimdan chiqib qoldi. Esnash kerak, 5 marta esnash kerak.
Nima kerak o'zi? Типа голосовой связкani yengillashtirish uchun. Мычание. Mычание nima edi o'zi? Типа nafas olamiz и bor nafasimiz boricha deb turishimiz kerak. 1, 2, 3. Bir. İki. Hayalımdakini oldu. Shut up. Hop. Tushunmayman. Mычание bilan buzzingni nima farqi bor? Bu yerda M harfini prям bu vibratsiya bilan aytish kerak 3 marta. M, 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 N, 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 N. 5 marta. И ovoz chiqarishda nafas olayotgan payt emas, nafas chiqarayotgan paytida gapirish kerak. Bu uchun bizani ertaklarimizda bor. Mana boshladik. Bor ekanu yo'q ekan. Qandim o'tgan zamonlarda emas, zamonda bir cholning 2 o'g'li bo'lib, ulardan biri sabrli va mehnatkash, ikkinchisi esa yalqov va ishyoqmas ekan. Katta o'g'il tinmay mehnat qilgani uchun ham sog'lom va baquvvat bo'lsa, dangasa o'g'il o'ppa semiz va dardmand ekan. Okey. Body shaming deyiladi bu narsa. Kunlardan bir kuni qarab qolgan ota merosni taqsimlashga kelganda, o'zi qurgan imoratni qaysi o'g'ilga qoldirishni bilmay bosh qotibdi. Shunda ularni sinovdan o'tkazmoqchi bo'libdi. Okey. Shartim shunday. Kimda kim o'ziga bo'lib berilgan yerdan mol hosil olsa, mo'l hosil olsa, moldirmi? Ovli joy o'shanga qoladi debdi. Xudoga shukr. Va o'zicha chamalab baribir katta o'g'il g'olib bo'lsa kerak, chunki uning suyagi mehnatdan qotgan deya o'ylabdi. Ammo kichik o'g'il bo'sh kelmabdi. O'ziga ajratilgan yerdan mo'l hosil yig'ish uchun ishchilar yollabdi. Yig'im-terim paytida bir necha kishining uygan xirmonini balandroq kelibdi. Tushunmadim rosti. Katta o'g'il bundan xafa bo'lmabdi. Chunki u xuddi otasi qurgan imoratdek uy sola olishiga ko'zi yetar ekanda, ammo natija hammani hayron qoldiribdi. Kichik o'g'il mehnat qilmay rohat ko'rish mumkin emasligini tushunib yetibdi. Chunki u kam harakatlikdan tomog'i semirib, xuddi koptoshdek bo'lib qolibdi. Bundan o'ziga tegishli chiqarib otasiga ekin tikin ishlarida novvos boqishda, o'tin terishda yaqindan ko'maklashibdi. Mehnat uning yuzlariga nur, taniga tetiklik bag'ishlabdi. Shunda kichik o'g'il haqiqiy boylik bu salomatlik ekanini anglab,
sog'lig'ini va baxtini mehnatdan topibdi. Okey. Ay, qiziq bo'pti-da. Ne? O'zbek ertaklarida yoki hazillarda deymizmi? Hatto hazillarda, analarida unaqa emas-u. Ne, o'zbek ertalarida именно mehnat qilgan odam biror narsaga erishgan bo'lib chiqadi. Mana hozir misolda bola dangasaligi sababli, kichkina o'g'il dangasaligi sababli uy-joyli bo'ldi. To'g'ri, dangasalik qildi, ayyorlik qildi. Mani fikrimcha o'zi judayam ko'p narsalar, judayam ko'p qiziqarli narsalar, ayniqsa kerakli narsalar aynan yalqovlar tomonidan ishlab chiqariladi. Yalqovlar tomonidan kuchaytiriladi. Oddiy misol o'zimman. To'g'ri, mana men как раз dum-dumaloq bratman. Bratishkami, bilmayman. Lekin eng qizig'i, yalqovligim tufayli ko'p narsani avtomatizatsiya qilib qo'yganman. Ya'ni bir narsani qayta-qayta qilmasligi uchun avtomatizatsiya qilganman. Boshqa odamlar bu narsani qayta-qayta qiladi. Men yalqovligim uchun bu narsani qilmasligi uchun, aynan bu narsadan qochish uchun, bu narsa qilmasdan vaqt yutib hech narsa qilmaslik, ya'ni yalqovlanish uchun nimadir o'rganib, nimadir qilganman. Yo'q, hech qachon ana demayman nima. Mehnat qilgan odam mehnat qilmagan odamdan past demayman yoki bo'lmasam mehnat qilish kerak. Qo'li mehnat qilib katta odam bo'lgan mehnat qilib katta odam bo'lgan odam, mehnat qilib oilasini boqqan odam. Bular ham albatta ajoyib narsa. Man o'zimdan kelib chiqib aytaman. Man yalqov odamman. Man yoshligimda juda ham ko'p mehnat qilganmanki, shu mehnat qilmasligi uchun o'sha yalqovlik qilish uchun ko'proq narsa o'rganganman. Именно mana shu og'ir narsani ko'tarmayman. Mana shu joyga peshkom bormayman deb iloji boricha ko'proq pul kerak, ko'proq o'rganish kerak deb ko'proq narsa o'rganganman. Shuning uchun menimcha yalqovlikni ham o'zi aslida yaxshi tarafi bor. Yalqov degandan men bunaqa bilmayman. Ota-onasini bo'yniga chiqadigan yalqovlik emas. Mani fikrimcha даже bu yalqovlik emas, bu qo'rqoqlik deb hisoblayman. Agar sog'lig'ingiz joyida bo'lib turib, ota-onangizni bo'yniga chiqib qolsangiz, unda bilmadim. Bu yalqovlik emas 100%. Yalqovlik bu tezroq biror narsani o'rganib, biror narsani qilib, nima desa bo'ladi? Men bitta zo'rtta anime ko'rganman. O'sha yalqovlikni cho'kka qilib keltirib berishgan. Bitta juda ham yalqov bola bo'ladi. Prям вообще yalqov. Jismoniy tarbiyaga chiqadi, trenirovka qilishni boshlaydi. O'sha payt undan so'rashadi, "Qalaydan sen trenirovka qilishni boshlading? Yalqovlik qilishni yaxshi ko'rading" deganda, u aytadi, "Men shuncha darajada yalqovmanki, men hozir trenirovka qilishim kerak, чтобы men любой joyda yotib uxlashim uchun. Ya'ni hozir meni suyagim yoki men tanam nozlik holatda, noziklik holatda avtobusda uxlab ketish uchun, misol uchun. Belim og'rib qoldi. Undan ko'ra hozir sal belimga ishlayman-da, avtobusda bemalol uxlab ketaman. Yoki bo'lmasam yana boshqa bitta misol bo'lganda, lekin bu boshqa animedan yoki boshqa mangadan eslolmayman. Men shunchalik darajada yalqovmanki, men 25-30 yoshimgacha millioner bo'laman-da, hamma narsani qilaman-da, 31 yoshimdan boshlab o'zim xohlagan ishimni qilaman, что yalqovlik shunaqa bo'lishi kerak. Men kelajagiga hozir shu narsani qilib qo'yaman, чтобы keyin men hech narsa qilmasligim uchun, hech narsa qilmaslik uchun. Menda ham xuddi shu narsa. Bu narsani tez qilib qo'yaman, bo'ldi, чтобы menga vaqtim bo'lsin. Misol uchun bo'ladi odamlar bitta zadachani 1,5 soat qilishadi, 1 soat qilishadi. Men o'shanga 10 minut prям
hech narsa ketavermasdi. O'sha narsani qilaman, bajarildi, tayyor, galочка bor, bo'ldi. 50 minut, qolgan odamlarga 1 soat vaqt berilgan bo'lsa, men yana 50 minutini dam olishga harakat qilaman. Mana yalqovlik. Shuning uchun bilmadim rostla. Menimcha o'zi yalqovlik ham yaxshi narsa. Hop, temadan sal chiqib ketdik. O'ylaymanki, 30-kunga kelib turib ovozim yana ham yaxshilashadi degan niyatdaman. Bugun ikkinchi kun tugatdik. Hammaga e'tiborga rahmat. Sog' bo'linglar.